Nurg'ullar deydi. Agar Simoyi bo'lmagan bo'lsa, Jugolian Veydolitni mag'lub qiladi. Hatto butun iqlimni birlikka keltiradi. Natayin. Hatto unda qilolmaydi deyishgan bo'ldi. Nimishki bunday deymiz? Bunda ikki muhim sabab. Yurak berib saqlayotgandan keyin filmning davomini ko'ring. Uch parchalarni ko'rgan hamma do'stlar bilamiz. Jugolian keyindan Veydolitga hujum qilib, yengolmay oxiri mag'lub bo'lib, hayotidan ayrildi. Hem nurg'ullar deydi, mishada Simoyi agar uning dushman bo'lib qolmagan bo'lsa, balkim Veydolitni tatib olgan bo'ladi deb bütün iqlim birlik keltirgan bo'ladi. Unda qila olishi natayin. Nimishki bunda deymiz? Birinchisi, shu davlatdan har bir qitim Veydolitiga urush qilish uchun oz deganda 5 yil, bo'lmasa 10 yil tayyorlik qiladi. Nimishqa ochliq, iqtisod, askar hamma narsani tayyor qilib, nurg'un musofir besib kelib, ondan xalqning davlatiga hujum qiladigan. Hujum qilgan vaqtda shaharni qo'g'dashga qaraganda hujum qilib shaharni ilishga texmi ko'p zehn, quvvat va ochliq askar ketadi. Demak, bu boshqalarning davlatini egallab olish deganning o'zi nihoyat cho'ng tavakkul va nihoyat cho'ng iqtisodni sarf qilgan narsa. Shunga Veydoliti urush qilgan sari bularning iqtisodi chekinib qoladi. Shu sababdan hatto iqtisod boshliq yetishmay, keyin yetib ketishmoqda. İkinci sebep en mühim. Şu vaqtdagi ahvolga qaraganda bular ikkisi ikki baglik. Ikki baglikning o'rtasidagi jangga nisbatan eng muhim bo'lgan narsa shu baglikningki umumiy kuchi. Ularning orasidagi odamlar emas, ikki baglikning umumiy kuchi. Masalan biz bularni qanday silishtira olamiz degan vaqtda Veydoliti, ya'ni Savbiyninki davlatiga qaraydigan bo'lsak, ular yig'nashgan vaqtda nihoyat yo'g'on o'rdida ochildi. Ajoyib chiq odam bor ichida. Ajoyib haybatda. Amma Adovninki, ya'ni Jugolianlar yig'ashgan vaqtda kichik bir kapilak bir yerning ichida ochdi. Ajoyib oddiy. Demak, bu shu ikki holatda biz ikki davlatniki, ya'ni ikki baglikniki kuchini tasavvur qila olamiz. Iqtisodiy kuchini tasavvur qila olamiz. Shu ikkisi urushgan vaqtda eng muhim tayinlagan narsa nima degan vaqtda umumiy kuch, ya'ni iqtisodiy kuch bo'ladi. Iqtisodiy kuchli taraf albatta g'alaba qilish ehtimolligi yuqori bo'ladi. Agar siz bununla qo'shilsangiz, astiki imkon joylarga alt raqamni qoldirib qo'ying. Texmi ko'p jahondarchilik oyat mazmunlar qiziqsangiz, ayrim kanalga uchur qiling.